ko'rish uchun. Va qog'oz olib ber. Mana. Kamerasida ko'rib turadi mana. Mana kamera orqali ko'rinadi bu. 360 ga aylanadi kallasi. Real vaqtga aylantirish kerak. Va ozgina endi bu yoqqa o'tsangiz orqasini ko'rsatadi. Shunday orqali dron tushadi. Mana dron tushdi. Va dron hozir shamol bo'lyapti, sal uchmay qolishi mumkin, uni uchishga harakat. Asli uchadi. Yoqdi. Dron ham uchadi. O'rtoqlar bir bolalarimizni aqliga, zehniga sal uzoqroq tursanglar, buni o'zi yo'q qilish funksiyasi bor. Hammasi pultda boshqariladi. Va kullerlari ham bor, toza suvi toza suv chiqarib beradi, filtrli suv. Mana bu o'z-o'zini yo'q qilish funksiyasi. Oxirida dushman qo'liga tushadigan bo'lsa, o'z-o'zini yo'q qiladi shunaqa. Bu yerda biz ikkita simni ulab qo'yganmiz va bu yoqqa ozgina pul solganmiz. Ikkita sim bir-biriga tutashi oqibatida iskra chiqadi va portlash yuz beradi.